Abdujilil Turan Sharqiy Turkistonning qisqacha tarixi nomli kitobida mundaq degan: İdikut Uyghur xalqining munqariz bo'lish sabablari. Birinchi, bir davlatni tashkil qilish va uni qudratga qo'yish uchun oldi bilan haqiqiy siyosiy rahbar sizlar yo'l boshlash kerak. Agar shu chog'da Pantekindek siyosiy jihatdan yaroqni ko'ra oladigan, harbiy ishlarda jasur, tadbirchan rahbar bo'lmagan bo'lsa, munchalik qisqa vaqt ichida Idikut Uyghur xalqini qurib chiqish va qudratga qo'yish mumkin emas edi. Buningdan kelib chiqadigan xulosa shuki, yaxshi rahbar millatning baxti, yomon rahbar millatning dardi. Shuning uchun yaxshi rahbarlarni qadrlashni bilishimiz kerak. Ikkinchi, yangi davlat qurilgandan keyin bu davlatning ishlarini yaxshi boshqargan davlat boshqarish tajribasi bo'lishi shart. Agar shu chog'dagi Uyg'urlarda burunqi Tura, Hun, Ko'k Turk va Urxun Uyg'ur davlatlarining davlat boshqarishdagi mo'l tajribalar bo'lmagan bo'lsa, bu davlatni munchalik o'ngishli rivojlantirish mumkin bo'lmaydi.